Har kuni qaynatilgan tuxum yesangiz nima bo'ladi? Tuxum yesangiz ko'proq yashaysiz va bu hazil emas. Haftasiga 7 tadan 14 tagacha tuxum yeyish organizm uchun sehrli sovg'a. Birinchidan, tuxum miyangizni kuchaytiradi. Undagi moddalar xotirani o'tkir qiladi va diqqatni kuchaytiradi. Kalitlarni qayerga qo'yganingizni endi unutmaysiz. Ikkinchidan, tuxum yuragingizni asraydi. U xolesterin darajasini oshiradi va qon tomirlarini mustahkamlaydi. Shunday qilib yuragingiz urishdan to'xtamaydi. Uchinchidan, tuxum ko'rishni saqlab qoladi. Undagi moddalar ko'zlaringizni o'tkir qilib, Counter-Strike o'yinida oddiy pistoletdan snayper yasaysiz. To'rtinchidan, tuxum ozishga yordam beradi. U sizni uzoqroq vaqt to'q his qildiradi va asal uyasiga tashlangan ayiqdek ovqatga yopishmaysiz. Beshinchidan, tuxum mushaklaringizni kuchaytiradi. Unda oqsil juda ko'p. Mushaklar o'sadi, mustahkam bo'ladi va turnikda osilish osonlashadi. Oltinchidan, tuxum immunitetingizni kuchaytiradi. Unda D, A va B12 vitaminlari bor. Ular sizni turli kasalliklardan himoya qiladi. Bu ma'lumotlar shunchaki havodan olib aytilmadi. Yuqoridagi ma'lumotlar faqat uyda boqilgan tovuq tuxumi haqida bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.